18 ming so'mdan sotilgan. 15 ming so'mdan qilib beramiz. Mulbuloq bankidan Aka, monolarimiz 19 mingdan sotilgan. Bularni ham 15 ming so'mdan qilib beramiz, aka. yo'q 550 so'mdanga bo'lmaydi. 400 so'mdan qilib bering mayli. Mashinasi ham rosa chiroyli edi. Mashlarimizni 400 so'mdan qilib beramiz. Aka, 35 ming so'mdan sotganmiz. 30 ming so'mdan qilib beramiz, aka. Metrajli gilamlarimiz ham bor. Metrajni gilami bu. Arzonroq bir 400 so'mdan kvadrat metrni qilib beradigan palaslarimizdan ham ko'rsating. Assalomu alaykum, Alimov TV'ning podpischilari, sizlarga bugun iStore Plaza gilam do'konimizni obzorini qilgan keldik. Bu yerdagi ukalarimiz aka, sizni podpischilaringizga aksiya qo'yib beramiz, bir obzor qilib ko'rsatib bering deyapti. Bu do'konimizni birinchi bo'lib adreslarini tushuntirib o'taman. Bu do'konning adresi Aramon rayonida bo'lib, avtovokzaldan kommunizmga ketgan mana bu yo'limizni bilamiz. Mulbuloq bankidan o'tganimizda chap qo'l tarafimizda katta bo'lib iStore Plaza gilamlar do'koni kutib turibdi. Ketdik, kirib gilamlarni bir qator ko'ramiz. Assalomu alaykum. Aka-ukalar, bu ukamizni oti Hoji Akbar, mana shu joyda yurituvchi ukamiz. Hozir senalarda bitta-bittadan aytib chiqadi, ko'ramiz. Qanaqa gilamimiz bu? 3 ga 4 razmer, Turetskiy. 18 ming so'mdan sotilgan. 15 ming so'mdan qilib beramiz 3 kun siz nomingizdan kelganlarga. Aka, monolarimiz 19 mingdan sotilgan. Bularni ham 15 ming so'mdan qilib beramiz, aka. Bu 3 ga 5 razmeri. Qayerdiki bu? Turetskiy bu ham. Turetskiy. Mana O'zbekiston gilamimiz bor. Arzonroq. 12 ming, 13 ming sotganmiz, 9 ming so'mdan qilib beramiz. 9 ming so'mdan mashallah bo'laveradi. Zinashit bizni podpischilarimizni avtoriteti normalniy ekani 3 ming, 4 mingdan arzonlatib beryapti-yu. Daroshkalarimizni ham bitta ko'rsataylik. Daroshkalarimizni mana yerdan boshlab pastdagi ponnini 550 so'mdan qilib beramiz kvadratini. Yo'q, 550 so'mdanga bo'lmaydi. 400 so'mdan qilib bering mayli. Bo'ldi, 400 dan qilib beramiz mana shularni. 400 so'mdan kvadrat metr daroshka. Bu palasmasa 3 kunga gilam bularimiz. gilam daroshkalarimiz kvadrat metrini 400 so'mdan qilib beradi bizni podpischilarga. Va mana bu gilamlaringizni ham ko'rsatib o'ting-da. Mana ularni necha puldan qilib beradigan bo'lyapmiz? Mana, tayyori bor. Ochib ko'rsataman. Mana bularimiz bor. Aka, 8 ming so'm, 7 ming so'mdan sotilgan. 5,5 ming so'mdan qilib beramiz siz nomingizdan kelganlarga. 5,5 ming so'mdan. 5 mingdan qilib bering, 500 dan qilib beramiz mana, ronda qilib. Har xili bor, buni ham rasvetkalari bormi? Gulliklari bor, high-teklari bor. Qani yana birontasini ko'rsataylik-chi. Razmeri qanaqa bo'lyapti buni? Mashinasi ham rosa chiroyli ekan. Bularimiz o'rtasida guli bilan 2 ga 3. 2 ga 3 razmerda. Qayerdaki bu? Bularimiz Turetskiy, O'zbekistonda ham bor orasida, O'zbekistonda ham bor. Bo'ldi. Eron gilamlarimiz ham qolganmi? Eron gilamlarimiz bor. Mana Eron gilamlarimiz. Bu Eron gilamimiz. Razmeri qanaqa buni? Bunimiz 3,5 4,5 razmeri. 3,5 ga 4,5. 3,5 ga 4,5 razmeri. Bularni pulini qanaqa qilib beramiz? Aka, 35 ming so'mdan sotganmiz. 30 ming so'mdan qilib beramiz, aka. 30 ming so'mdan. Mashallah, zo'r. Palaslarimizni ko'raylik endi. Palaslarimiz ham bor, arzonroq. Mana komodlarchi, komodlar ham sotuvdami? Komodlarimiz ham sotuvda. Necha pul? Komodlarimizni boshqa joylarda sotadi, 5,5 ming so'm sotadi. Biz 5 ming so'mdan qilib beramiz. 5 ming so'mdan bo'ldi, bo'laveradi. Palaslarimiz ko'raylik endi. Bu palaslarimiz bor. Palaslarni tushirib beradigan narxlarimiz bilan, razmerlari bilan, qayerda ishlab chiqarilgan to'liqroq ma'lumot bersangiz, shunga qarab bir aniqini bilib kelishadi-da. Ko'rsatib o'ting. Ma'dan boshlaylik. Metrajli gilamlarimiz ham bor. Metrajli gilami bu? 1400 dan sotilgan. 1200 so'mdan qilib beramiz kvadratini. Kvadrat metrini. Kvadrat metrini 1200 so'mdan qilib beramiz. Mo'larimiz bor. 800 so'mdan sotilgan. 650 so'mdan qilib beramiz mashlarimizni. Zo'r. Siz nomingizdan kelgan odamlarga. O'zbekistoni bor. Mo'larimiz O'zbekiston, mo'larimiz O'zbekiston, mo'larimiz O'zbekiston, Belaruslar bor. Mo'larimiz Belarus. Belaruslarimiz 550 so'mdan qilib beramiz metr kvadratini. O'zbekistonlarni 400 so'mdan qilib beramiz metr kvadratini. Metr kvadratini. Zo'r. Mana bu palasimiz qanaqa? Shagiylarimiz bor. Shagiylarimiz 900 so'mdan 800 so'mdan sotilgan. 750 so'mdan qilib beramiz. Kvadrati bu. Kvadrat metrini 750 so'mdan qilib beramiz. Buni ham rasvetkasi bormi? Maloshniy svetida bor. Keyin 3,5 ligi ham bor. Razmeri kattaroq, Razmeri bor, kattaroqlari bor.
Bo'ldi, zo'r. Mana ular ham boyagina ko'rsatganimizdan bo'lib qoladimi shunda? Ha, bularimiz ham shunaqa bo'lib qoladi. Metrajni gilam. Metrajli gilamimiz bor, O'zbekiston. Bularni necha puldan qilib beramiz? 550 so'mdan qilib beramiz metr kvadratini. Metr O'zi kvadrat. 800 so'mdan sotilgan. Palasti bahosida bo'lib qolyapti. Palasti hisobda. bahosida qilib beramiz bularimizni. Zo'r. Zo'r. Arzonroq bir 400 so'mdan kvadrat metrni qilib beradigan palastlarimizdan ham ko'rsating endi. Monolarimiz bor mana. Mashlarimizni 400 so'mdan qilib beramiz. Metr kvadratini. Metr Zo'r. kvadratini. Mashinadan 5-6 xili bormi? 5-6 xili ham bor. Boshqa chiroqlari ham bor. Boshqa chiroqlarni ko'rsating. Ha, Yaymay qizil- qo'ying. Yozmasdan prosta mana shu yerda o'zida ko'rsatib qo'ying. Qizillarimiz bor mana. Kirchimola. Ham chiroqli, qizil kirchimoroq. Mana ularni necha puldan qilib berasiz mana ularni? Bu svetlarimiz ham shunaqa. Bularimiz ham O'zbekiston. Bularni ham mana shu 400 so'mdan qilib 400 beramiz. so'mdan qilib beraverasiz Qilib beramiz, kvadrat 400 metrdan. so'mdan. Mana bu palastlari ham rosa chiroyli ekan. Mana bu palastlari ham. Bu palaslardan 550 so'mdan qilib beramiz. Kombinatsiya bo'lib ishlangan ekan, zo'r chiroyli razmerda ekan. Xo'p, daroshkalarni ham metr kvadrati 400 so'mliklardan ko'rsatib qo'ying. Mo'larimiz bor. 400 so'mdan. G'az aksiya degandan keyin aksiya bo'lsin-da. 400 so'mdan qilib beraveramiz. 400 so'mdan qilib beraveramiz mashlarimizni. Xo'p, yana bitta narsa aytaylik. Raz meni podpischilarim keldi. 8-chi, 9-chi, 10-chi aprellarga aksiya qo'yyapti ekan bu akalarimiz. Ana shu aksiyani sizlarga yetkazib qo'yish maqsadida chiqdik. Endi 10 ming so'mlik tovar olganlarga qo'shimcha qo'shib beradigan narsalarni ham bir qator ko'rsatib o'tmasak bo'lmaydi. Padarkalarimiz bor. Padarkalarimiz 10 ming so'm savdo qilganga, siz nomingizdan kelgan 10 ming so'm savdo qilganga dazmol, tifal, kesallarga qo'shib beramiz. Uje 20 ming, 30 ming bo'lib ketsa, uje shu shulka o'zi xohlagan tanlab oladi. Sushilkalarimizni Tanlab xohlaganidan oladi va dazmol qiladigan Garderoblarimiz ham bor. ularni Dazmol qiladigan bular, dazmol stol. dazmol stollari bor Dazmol ekan. stol, shu shulkalarimiz bor, garderoblarimiz bor. Ularni uje 20 ming tevasida savdo 20 ming qilganlarga teva savdo qilgan tanlab ketaveradi o'zi. tanlab olib ketaveradi. Tanlab olib ketaveradi. Bularni senasini bunga qo'shib qo'ymaymiz akalamni. Yo'q, yo'q, qo'shmaymiz. Faqat qo'shilmaydi. Yo'q, qo'shmaymiz. Bo'ldi, tushunarli. Xo'p, aka-ukalar, adresimizni tushunarli bo'ldi. Videomiz ozgina bo'lsa ham sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan laykni bilchillatib bosib, kommentariyada chiroyli gaplarni yozib, bizni kanallarga podpiska bo'lib ketamiz. Mana bu joyga kelib, обязательно aksiya bo'lgan, sizlar uchun rostdan ham aksiya qilib chiqarayotgan gilamlarimizdan kelib olib ketib qolinglar. 8-chi, 9-chi, 10-chi aprellarga rahmat.